Hurmatli erkaklar, bugungi video orqali kimnidir hayotini saqlab qolishimiz mumkin. Ya'ni boshqacha aytganda, bugun prostata bezi raki aynan mana shu mavzuda gaplashamiz. Bunda asosiy maqsadimiz sizlarga prostata bezidagi yallig'lanish, adenoma va rakni qanday qilib uy sharoitida farqlash, shubha-gumon paydo bo'lgan vaqtda qachon doktorga borish, qachon kerakli tekshiruvlardan o'tish, mana shularni tushuncha berib o'tmoqchiman. Mana oldingi videolarimizni ko'rgan bo'lsanglar kerak, asosan prostata bezidagi yallig'lanish holatlari, prostata bezi adenomasi haqida ozgina ma'lumotlar berib o'tdik. Bugun esa prostata bezi rakini ochib bermoqchimiz. Ya'ni bu haqida juda ko'pchiligingizlarda tushuncha umuman yo'q. Lekin bizni oldimizga kelayotgan prostata bezi adenomasi yoki peshob kelishidagi muammolarni orqasidan aniqlanayotgan raklar juda ham ko'pchilikni tashkil qilmoqda. Va bularning orasida juda ham katta murakkab operativ jarayonlarni o'tkazayotgan, siydik qopidan, prostata bezidan ayrilib qolayotgan, hattoki o'limgacha olib borayotgan holatlarga duch kelib ham turibmiz. Shuning uchun sizlar o'zingizlar uchun ozgina vaqtinglarni ajratib, o'tirib, bu men aytmoqchi bo'lgan narsalarni eshitib, bir martaga bo'lsa ham o'zingizlar uchun tushuncha olinglar. Sababi prostata bezi raki kimda uchrashligini oldindan hech kim bilmaydi, faqat Alloh biladi. Xo'p, bo'lmasa boshlaymiz. Ko'pchiliginglarda peshob kelishi bilan bog'liq muammolar kuzatilishni boshlaydi. Kimdadir tez-tez qatnash, kimdadir qoldiq siydik qolish hissi, yana kimdadir siydik oqimini pasayishi. Bu kasalliklar yosh kategoriyalarga nisbatan oladigan bo'lsak, erta bosqichlari, ya'ni 50 yoshgacha bo'lgan erkaklarda prostata bezida yallig'lanish yoki boshqacha aytganda yana rak bilan bog'liq bo'layotgan bo'lishi mumkin. 50 yoshdan oshgan holatlarda esa uchala kasallik ham duch kelishimiz mumkin. Eng qiziq tomon, uchala kasallik bir vaqtda kelishi ham mumkin. Shuning uchun e'tibor qaratamiz. Uy sharoitida nimalarga ahamiyat berib ko'rishlik kerak? Ozgina o'zingizda shubha paydo bo'ldimi? Doktorga borishlikni odat qiling. Prostata bezining yallig'lanish jarayonlarida qoldiq siydik qolish hissi bo'ladi. Oqim pasayishi mumkin erta bosqichlarida. Yana kimdadir achishish, og'riq kuzatiladi. Prostata bezi adenomasida yaqqol siydik oqimini dinamikada sustlashib borishligi, vaqti bilan tomchilab qolish va eng asosiysi qoldiq siydik qolish hissi paydo bo'ladi. Bu prostata bezining yaxshi sifatli kattalashishini hisobiga bo'ladi. Ya'ni prostata bezi adenomasi degani o'zini nomi bilan kelib chiqib turibdi. To'qima bez kattalashib boradi va o'rtadan o'tgan siydik kanalni siqib qo'yadi. Shu bilan muammo tug'diradi xolos. Endi uchinchi kasallik esa o'sha hamma uchun qo'rqinchli bo'lgan prostata bezi raki. Bu erta bosqichlarida hech qanday shikoyat tug'dirmaydi. Eng yomon tomoni ham mana shunda. Shuning uchun butun dunyoda bittagina PSA degan tekshiruv mavjud. Bu PSA nima degani? Prostata specific antigen, ya'ni qisqartmasi. Bu prostata bezidagi to'qimadagi kechadigan holatlar, immunologik reaksiyalarni baholashga imkon beradi. Oddiygina qon orqali tekshiriladi va javobi darhol tayyor bo'ladi. Bu tekshiruvni butun dunyoda standartlar bo'yicha hech bo'lmaganda 1 yilda 1 marta erkak kishi topshirib qo'ysin deb tavsiya berilgan. Shu orqaligina oddiy test orqali sizlar o'zingizlarda rakka xos bo'lgan o'zgarishlar bormi yo'qmi aniqlash imkoniga ega bo'lasizlar. Qiyin emas. Ozgina e'tibor, ozgina ovoragarchilik xolos. Endi prostata bezi rakini o'rta yoki og'ir darajalarida asosan siydik oqimini yaqqol pasayishi, ba'zida qovuq va chov sohasidagi og'riqlar, siydik rangining qizarishligi va yana bitta asosiy muammolardan bittasi UZI tekshiruvida to'satdan alohida bitta tugun kuzatilishi mumkin. Xo'p. Demak, sizlarda shunga o'xshash shikoyatlar paydo bo'ldi ham deylik. Kimnidir hozir kuzatib turganlar ichida bor deylik. U holatda zudlik bilan urolog, agar imkon bo'lsa, onko-urolog yoki onkolog tekshiruviga
borishlik kerak. Bu vaqtda nima tekshiruvlar qilinadi? Asosiy e'tibor qaratadigan tekshiruvlar albatta UZI tekshiruvi va orqa peshob orqali qo'l bilan palpatsiya qilish, ya'ni palsevo rektalniy исследование deydi. Inglizchasiga digital rectal exam degan tekshiruvimiz bor. Mana shu tekshiruv prostata bezini rakka xos bo'lgan o'zgarishlar bor yo'qligiga birlamchi ma'lumot beradi. Undan keyin PSA tekshiruvi va shular orqali umumiy xulosa paydo bo'ladi. Agar shu vaqtda sizda qanaqadir shubha paydo bo'ladigan bo'lsa, ya'ni sizda kasalligingizda rakka shubha paydo bo'lsa, doktorda u holatda birinchi qilinadigan ishlardan bittasi va bu haqida to'liq ma'lumot bera oladigan tekshiruv bu biopsiya. Ya'ni hozirgi kunda ultratovush tekshiruvlari yordamida, datchiklar yordamida maxsus pistolet bo'ladi. Prostata bezidan kichkina igna orqali kirib, to'qimadan uzib olib tekshiriladigan tekshiruv hisoblanadi. Bunda mana bitta bemorda bu holatda mana bitta bemor misolida aytaman. Yaqinda bir oy oldin gaplashdim, bir bemor telefon qildida. Menda prostata bezi rakiga shubha qilishdi va biopsiya 3 ta nuqtadan biopsiya olishdi deyishdi. Yo'q. Bu juda ham noto'g'ri qilingan taktika. Chunki buni oxirida siz yaxshi ekansiz, sog'lom ekansiz deyishdida, xulosani berishdi va bemor shu bilan qaytib doktorga murojaat qilgani yo'q. Lekin 3 ta nuqtadan olingan biopsiya bilan to'liq ma'lumot olib bo'lmaydi. Bu xato. Bu butun dunyoda isbotlangan va hozirgi kunda eng kamida 12 ta nuqtadan olingan biopsiya kamida 12 ta nuqtadan eng to'g'ri biopsiya usuli hisoblanadi. Shuning uchun agarda o'zingizda qanaqadir peshob bilan bog'liq muammo bo'lsa, erinmasdan chiqib urologga uchrashing. Turli xil internetdagi dori-darmonlar, ayniqsa haligi chiqadiganlar bor-ku, prostata bezini adenomasini ham davolaydi deydigan dorilar. Unaqalardan ortiqcha vaqtingizni, pulingizni sarflamang. Shunda o'zingiz uchun eng to'g'ri yo'ldan ketgan bo'lasiz. Mana shu joyda juda ko'pchiliklarda savol bo'ladi. Qachon operatsiya qilinadi, qachon dori-darmon qilinadi? Ya'ni adenoma holatida ham, prostata bezi raki holatida ham va prostatit holatida ham. Shunga ozgina to'xtalib o'tmoqchiman, bu sizlar uchun foyda keltirish maqsadida. Xo'p, prostata bezida yallig'lanish bo'lgan holatda kerakli tekshiruv bilan aniq tashxis qo'yilgandan keyin kamida 1 oy meditsina jihatidan kerakli dori vositalarini ichib yurishlik kerak. Bu birinchisi. Endi aynan adenoma holatida erta bosqichlarida siz dori-darmonlar bilan yurishingiz mumkin. Bu narsani esa tekshiruvlardan keyin hamma xulosani doktor beradi. O'rta va o'rta og'ir hamda og'ir darajalarida imkon darajasida prostata bezidagi adenomani zamonaviy endoskopik olib tashlash amaliyotlarini o'tkazishni tavsiya qilaman. Prostata bezi rakida esa tekshiruvlardan keyin birinchi navbatda biopsiya. Biopsiyadan keyin agarda mabodo rak aniqlanadigan bo'lsa, u holatda prostata bezini to'liq olib tashlash, ya'ni radikal prostatektomiya degan amaliyotni o'tkazish tavsiya etiladi. Bu borada kimga qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, qabulga kelib tekshiruvdan o'tish orqali bu haqida to'liq tushunchaga ega bo'la olishingiz mumkin. Sizlar uchun bepul uy sharoitida qilinadigan zo'r test tayyorlaganman. Mana shu testni o'tkazish orqali kasalligingiz haqida to'liq tushunchaga ega bo'la olishingiz mumkin. Buni qanday bilasizlar? Maxsus chatbot tayyorlaganman Telegramda. Testlar to'planmasi. Sizlar hozir silkani qoldiramiz. Aynan o'sha silka orqali Telegram chatbotga o'tasizlar va u yerda peshob bilan bog'liq muammosi borlar, o'sha aynan shunga bag'ishlangan test, jinsiy olat turishi bilan bog'lig'i ham bor. Kimda muammo bo'lsa, o'sha orqali test bor. Shundan testni ishlash orqali o'zingizlardagi kasallikni og'irlik darajasini bilib olasizlar. Ana shu yerda qo'shimcha ma'lumotlar to'liq belgilangan, yozilgan, hammasi tayyor. Sinab ko'ringlar, o'zingizlar kasalligingiz haqida to'liq ma'lumotga ega bo'linglar. Hammaga foydamiz tekkanidan xursandmiz. Salomat bo'linglar.